Surxon vohasida turizmning barcha turlarini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Bu esa hududga tashrif buyuruvchi mahalliy va xorijiy sayyohlar sonining ortishiga zamin yaratayotir. Eng muhimi, Surxonda mazkur yo'nalishlar samarasi o'laroq yanada ravnaq topayotgan mahalla va qishloqlar soni ancha. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini tiklash va rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2020-yil 10-iyuldagi qaroriga ko'ra, Denov tumanidagi Sina qishlog'iga turizm qishlog'i maqomi berildi. Bu hududning turistik salohiyatini oshirish hamda milliy qadriyatlarimizni targ'ib qilish uchun muhim qadam bo'ldi. Ushbu tashabbus orqali Sina qishlog'ini turistlarning sevimli maskanlaridan biriga aylantirish ko'zlangan. Shuningdek, yurtboshimizning 2025-2027 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2024-yil 24-dekabrdagi qarori doirasida qishloq hududida ravon yo'llar barpo etilib, obodonlashtirish ishlari boshlab yuborildi. Barcha zaruriy infratuzilma obyektlari tubdan yaxshilanyapti. Qishloq odamlari uchun yangi ish o'rinlari va sayyohlar uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda. Surxondaryo viloyatining Denov tumani Sina qishlog'i va unga tutash bo'lgan 4 ta mahalla, ya'ni Sina mahalla fuqarolar yig'ini, Dashchinor, Fayzobod va Sumbula mahallalarida keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu Sina qishlog'i turizm qishlog'i maqomi berilib, hozir vaqtda qishloq hududidan oqib o'tuvchi daryo o'zanlari mustahkamlanib, yonlarida piyodalar yo'laklari qurilib, yoritish chiroqlari, aholiga qulay shart-sharoitlar yaratishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, ushbu Sina qishlog'ida mavjud 4 ta mahalla hududida 18 kilometr ichki xo'jalik yo'llari asfaltlash ishlari rejalashtirilgan. Hozirda asfaltlash ishlari peshma-pesh olib borilmoqda. Bundan tashqari, tadbirkorlarga qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida 30 kilometr elektr tarmoqlari to'liq ta'mirlanib, ikkita yangi transformator punktlari o'rnatildi. Ushbu qishloq hududida amalga oshirilayotgan qurilish ishlari uchun viloyat mahalliy byudjet va tuman mahalliy byudjetidan 7 milliard pul mablag'lari ajratilgan. Kelajakda Purviqor tog'lar qo'ynida joylashgan Sina qishlog'ining turistik manzilga aylantirish orqali unga yondosh bo'lgan Ushor hamda Sumbula qishloqlari aholisining ham farovonligini ta'minlash, ularning yashash tarzini tubdan yaxshilash rejalashtirilgan. Sina mahallamiz turizm qishlog'ini nomini olgan. Mana turistlar kelib bu yerda dam olib, oromgohlarimiz bor. Mana azizonlarimiz bor, Sumbulazorlarimiz bor, Xo'jaysor bobomiz bor. Bu yerga kelib dam olib, xalqimiz minnatdor, obodonlashtirish ishlari olib boryapti. Mana yangi ko'priklar qurilyapti, yo'llar yangi asfalt bo'lyapti. Sina hududida 7 ta mahallamiz bor. Bundan mana birinchi Ko'kabuloq mahallamiz bor, Sina 1, Sumbula mahallamiz bor, Fayzobod, Dashti Chinor, O'shor, Ko'ksor degan mahallalarimiz bor. 7 ta mahallada 7 tasi ham bugungi kunda obodonlashtirish ishlari olib borilyapti. Obod hudud, obod xonadon, obod ko'chalar mana barpo bo'lyapti. Shundan xalqimiz minnatdor, hamisha tashakkurdamiz. Sirli baliq ko'li, Maftunkor Sumbulazor tabiat mo'jizalari, Qizqo'rg'on arxeologik yodgorligi kabi sayyohlik maskanlarida ham ta'mirlash ishlari olib borilishi nazarda tutilgan. Shuning barobarida Sumbula mahallasi hududida joylashgan Xo'ja Hisoriy Vali ziyoratgohini rekonstruksiya qilish bo'yicha loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilib, bugungi kunda homiylik mablag'lari hisobidan qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilyapti. Oilaviy mehmon uylarini qurish ham yo'l xaritasiga kiritilgan. Hozir bu yerda 4 ta mahallamizda hammasini ko'chalarida ham ko'chalar asfaltlanyapti. 2026-yilning boshlarigacha bu yerda turizm qishlog'ini hamma joyini asfaltlab, savdo do'konlarini qaytadan rekonstruksiya qilib, hamma joylarda qaytadan Sina qishlog'ini yangi O'zbekiston qiyofasida nasib bo'lsa ko'riladi. Mahalla keksalarining aytishlaricha, ilgari hududda nafaqat transport vositalari, balki piyodalarning ham harakatlanishi muammo bo'lgan. Ayniqsa yozning jaziramasida, yog'ingarchilik mavsumlarida ko'chada yurish katta tashvish edi. Bugunga kelib esa ichki va asosiy ko'chalar ta'mirlanmoqda. Ichki yo'llarning holatini yaxshilash maqsadida hududda joylashgan 4 ta mahallaning 28 ta ko'chasida 6 milliard so'm mahalliy byudjet va homiylik mablag'lari hisobidan 18 kilometr asfalt qoplamasi yotqizilishi rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda amaliy ishlar boshlangan. Mahalladan 800 tonnagacha chiqindi olib chiqildi. Ariq, zovurlar tozalanib, obodonlashtirilmoqda. Yana bir gap, bu yerda amalga oshirilayotgan ishlar evaziga aholi sifatli va uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Transformator, elektr tarmoqlari yaxshilanyapti. Ta'minotni yanada yaxshilash maqsadida 1.9 milliard so'm mablag' hisobidan 11.2 kilometr elektr tarmog'i tortish va 4 dona yangi transformator o'rnatish belgilangan. Albatta, shunaqa yashadigan davrimizga xursand bo'lmasdan iloji yo'q.
hurmatli prezidentimizning sharofati ila mana yangi O'zbekistonimizga yangi islohotlar bo'lyapti va shu jumladan biz bir chekka qishloqqa bo'lsa ham biz nazardan qolmasdan bugun mana qarang, tarixga bo'lmagan islohotlar, mana obodonchilik bo'lyapti. Qishlog'imiz boshqa ko'rishga ega bo'lyapti. Mana kanallar qozilgan, hamma joy barqaror. Mana yoshlarimiz hattoki xursand maktabga boryapti. Bir tomon ila oldinroq mana bu yerga mashin o'tyaptimi, yo bolalarimiz o'tyaptimi, buni hech angiga bormas edik. Bugun qarang, yoshlar ham xursand, hamma kulgiga, hamma xalqimiz yo'llarni qarab, obodonchilikni ko'rib, hamma xursand va xushhol. Mana shu obodonchilik bo'laversa, yaqin kunlarga bu qishlog'imiz bir chekka qishloq bo'lsa ham shaharga aylanadi. Mana qarangki, turizm maqomini oldikmi, biz baralo aytamizki, kelajakka mana yoshlarimiz, qarang qizlarimizni qanday bir xursand bilan yo'lga, maktabga qadam qo'yapti. Kelajak bu avlodlar yangi hayotga qadam qo'yib, bular albatta o'qib ilmga sazovor bo'ladi. Biz bemahad minnatdormiz. Albatta, sinadagi o'zgarishlar tufayli qishloqda ham shahardagidan qolishmaydigan qulayliklar yaratilyapti. Hech mubolag'asiz yangiliklarni barcha mahalladoshlar his qilib, ularning natijasidan bahramand bo'lib turishibdi. Avvalo xonadonlardan boshlangan o'zgarishlar so'ng ko'chalarda, keyin butun mahallada o'z ifodasini topmoqda. Sina hududiga joylashgan bu mahalla 20 yildan beri shunga faollik ko'rsatib kelganman. Hozirgi vaqt bilan o'sha birinchi men rais bo'lgan davrlarimdan olsak agar tubdan farq qilinadi-da. Nima desangiz, agar hozir mana u paytlar mana chang ko'chalar edi, tuproqli ko'chalarimiz bor edi. Hozir mana prezidentimiz tashabbuslari bilan ko'chalarimiz misol asfalt bo'layapti. Mana ko'priklar quryapti. Oldin soylarimizga bitta ham ko'prik yo'q edi. Biz soy bilan o'tardik. Bir sel kelsa, agar mana biz mana tog'li hududga joylashgan, tog'ning tagida o'tiramiz-da. Nimagaki mana bahor fasllarida yomg'ir mana do'llar kelib soylarimizni bosib ketib o'tolmas edik. Haftalar o'tolmas edik, mashinalar o'tolmas edik. Hozir mana prezident tashabbusi bilan hozir yangi mana ko'priklar qurilyapti. Zamonalashib ketyapti. Dastur doirasida tabiiy ofat, sel, toshqin oqibatlaridan zarar ko'rgan Sumbula va Sina mahallalarini bog'lovchi ko'priklar qayta qurilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Sumbula mahallasi hududidagi ko'prikni qayta qurish uchun davlat byudjetidan 3.7 milliard so'm, Sina mahallasini tuman markazi bilan bog'lovchi ko'prik uchun esa 4.35 milliard so'm mablag' ajratildi. Bundan tashqari, 2025-yilda davlat dasturlari ijrosi yuzasidan mahalliy ahamiyatdagi 75B008 Denov Sina Vaxshivor avtomobil yo'lining 19.4 kilometrda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf qilish dasturi asosida ko'prik qurilish ishlari bajarildi. Ushbu ko'prik qurilish obyektining loyihaviy qiymati 2.1 milliard so'mni tashkil etadi. Ochig'ini aytish kerak, avvaliga jarayonlarni ishonmay kuzatgan aholining ko'ngli bugun tog'dek yuksaldi. Muhimi ularning yuz ko'zlarida hayotidan mamnunlik, o'ziga, kuchiga ishonch, faxr va g'urur ifodasi aks etgan. Turmushing farovonlashsa, xursandchiliging va shodliklaringga sherik izlarkansan. Ana shunday paytda shukronalik, minnatdorlik tuyg'ulari beixtiyor tilga ko'charkan. Maktablarimiz obod bo'lyapti. Bir vaqtlar mana 65-maktablarga men mahalla rais bo'lgan paytlarimda filiar bor edi-da. Men shu maktabga kirsam agar bir kayfiyatim tushib ketardi, bir avval holat edi. Hozir borib ko'rsangiz u maktabda ko'zingiz chaqnaydi-da. Nimagaki hozir mana zamonga qarab o'sha maktab, o'sha misol mana yo'llarimiz, mana o'sha ko'priklarimiz maza qilib yuradigan shahardan hech farqimiz yo'q. Oldin shaharga borib biz havas qilar edik. Issiq suvlar bor edi, bizda yo'q edi u narsalar. Hozir mana juda ko'rkam bo'lyapti-da. Nimagaki shahardan qolishmaymiz biz ham. Mana bolalarimiz bir necha yil oldin to maktabgacha muassasa yo'q edi. Biz bolalarimiz havas qilar edi. Biz shaharga olib borib qo'yar edik nevarlarimizni, bolalarimizni. Hozir xususiy bog'chalar tashkil bo'lyapti. Endi Tog'li Sina mahallasining loyiha bo'yicha yaqin kunlar ichida rekonstruksiya qilinadigan ko'rinishini havola etamiz. Sinada keng ko'lamli ishlar boshlangandayoq aholi ularning samarasini yaxshi tasavvur qilishgan edi. Shu sabab qo'lidan ish keladigan keksami yosh qarab turmadi. Obodonlashtirish, bunyodkorlik ishlariga mahalladoshlar ham baholi qudrat o'z hissalarini qo'shmoqdalar. Ma'lumot o'rinda aytadigan bo'lsak, viloyatning 3 ta tumanida Sarosiyoning Nilu qishlog'i va Sangardak, Boysunning Omonxona va Denov tumanidagi Sina mahallalariga turizm qishlog'i maqomi berildi. Quvonarlisi, bunday o'zgarishlardan so'ng hududga sayyohlar oqimi yanada oshadi. Muhimi aholining bandligini ta'minlashiga ham turtki bo'ladi.